Konkurs bo'lyapti. Konkursda siz YouTube bilan bog'liq 10 ta sovg'alardan birini yutib olishingiz mumkin. Ishtirok etish esa juda ham oddiy. Bu uchun video ostidagi Telegram kanalimizga obuna bo'lasiz va o'sha kanalga biriktirilgan postga o'tib, qatnashish tugmasini bosasiz va tamom. Hoziroq o'ting va konkursda ishtirok eting. Siz yuzlab video tayyorlaysiz, soatlab vaqtingizni yo'qotasiz, lekin baribir natija yo'q. Statistika shuni ko'rsatadiki, YouTube'da kanal yuritayotganlarning 85%, hattoki 10 mingta obunachiga ham ega bo'lishmagan. Bu qo'rqinchli statistika, to'g'rimi? Shuning uchun agar siz 100 minglab obunachiga ega bo'lishni istasangiz, chinakamiga jiddiy mehnat qilishingiz va hatto ba'zida o'zingizga yoqmaydigan ishlarni ham bajarishga tayyor bo'lishingiz kerak. Bugun men sizga YouTube kanalingizni bir necha kun ichida qanday qilib tez rivojlantirish mumkinligini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Agarda tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Mavzuni boshlashdan oldin sizga bir hikoya aytib bermoqchiman. Hammamiz Mr. Beast kimligini bilamiz. Ha, o'sha millionlab, hatto 100 millionlab prosmotrga ega YouTuber. U dastlabki 10 mingta obunachisini yig'ish uchun 400 tadan ortiq videolar tayyorlagan. Birinchi 100 ta videolarda u 1000 ta obunachiga ham chiqa olmagan. Ya'ni monetizatsiya yordamida videolardan daromad olish imkoniyati ham yo'q bo'lgan. Keling, endi qanday qilib siz 10 mingta obunachiga erishishingiz mumkinligini gaplashamiz. Buning uchun sizga Mr. Beast kabi 400 ta video tayyorlashga hojat bo'lmaydi. Avvalo, kanalingiz o'sishini xohlasangiz, faqat obunachilar soniga e'tibor qaratishni to'xtating. Bu g'alati tuyulishi mumkin, lekin YouTube algoritmi aynan shunday ishlaydi. Masalan, ba'zi odamlar kanalingizni doimiy ravishda tomosha qiladi, lekin hech qachon obuna bo'lish tugmasini bosmaydi. Men o'zim ham shundayman. Rostini aytsam, oxirgi marta qachon qandaydir kanalga obuna bo'lganimni eslay olmayman. Chunki algoritm shu darajada yaxshi ishlaydiki, men yoqtirgan videolarim rekomendatsiyamda paydo bo'ladi. Shuni yodda tuting. Agar odamlar sizni obuna bo'lmasdan ko'rayotgan bo'lsa, bu sizning videolaringiz yangi auditoriyaga ko'rsatilmayapti degani emas. YouTube sizning kontentingizni doimiy ravishda yangi tomoshabinlarda sinab ko'radi. Sizning vazifangiz sizni tomosha qilayotgan odamlar uchun yaxshi kontent qilish. Qachondir sizga obuna bo'lgan, lekin o'shandan beri sizning videolaringizni umuman tomosha qilmagan odamlar uchun emas. Agarda kimdir o'tgan hafta sizning videongizni oxirigacha ko'rib, lekin obuna bo'lmagan bo'lsa, baribir ham u sizning yangi videongizni ko'rish ehtimoli baland bo'ladi. Shunday qilib YouTube uchun tomoshabinning qaysi videoni tanlab ko'rganligi obuna bo'lganlik faktidan ko'ra ancha muhim hisoblanadi. Ya'ni YouTube'da obunachilar emas, doimiy tomoshabinlar muhim. Keyingi bosqich sifatli kontent tayyorlash. Ko'pchilik sifatli kontent deganda faqat qimmat uskunalar yoki murakkab montajni tushunadi. Sifatli kontent esa bu tomoshabinni ushlab qoladigan va unga hissiyot beradigan video tayyorlash hisoblanadi. Aynan mana shu sifatli kontent tomoshabinni videongizni oxirigacha ko'rishga va keyin yana qaytib kelishiga sabab bo'ladi. Xo'sh, sifatli kontentni qanday qilishimiz kerak? Sifatli kontent bu sifatli preview va sarlavhadan boshlanadi. Lekin oldingi videolarimizda preview va sarlavhalar haqida juda ko'p to'xtalganmiz. Shuning uchun endi boshqa yangi jihatlarni ko'rib chiqamiz. Misol uchun, tomoshabin videongizni ustiga bosganidan so'ng eng qiyin qism boshlanadi. Tomoshabin 30 soniyada videongizdan chiqib ketmasligi kerak. Ideal holatda esa video tugaguncha qolishi kerak. Buning uchun esa videongiz bir necha talablarga javob berishi lozim. Birinchisi, kirish qismini qisqa va aniq qilish. Tomoshabin nima haqida gap ketishini darhol tushunishi kerak. Uzoq kirish, mavzuga aloqasiz gaplar odamlarning vaqtini o'g'irlaydi va ular chiqib ketishadi. Ikkinchisi, har bir soniyani foydali qilish. Video davomida zerikarli gaplar, ortiqcha pauzalar yoki takroriy fikrlar bo'lmasligi kerak. Har daqiqani yangi ma'lumot, misol yoki savol bilan boyiting. Uchinchisi, vizual va audio sifatiga e'tibor qilish. Yomon ovoz yoki xira tasvir tomoshabinni darhol videodan chiqarib yuboradi. Agar ovoz sifati yomon bo'lsa, hatto eng foydali kontent ham e'tibordan chetda qoladi. To'rtinchisi, tomoshabin bilan aloqa o'rnatish. Hikoyalar ayting, savollar bering yoki tomoshabinni o'z fikrini bildirishga undang. Shunda u sizning videongizni nafaqat tomosha qiladi, balki siz bilan aloqaga ham kirishadi. Beshinchisi, kuchli outro tuzing. Videoni qanday tugatayotganingiz ham juda muhim. Yaxshi xulosa, motivatsiyalar yoki tomoshabinni keyingi videoga qiziqtiradigan hook bilan yakunlang. Keyingi bosqich kontent uchun g'oya tanlash. YouTube analitika bo'limiga kiring va eng ko'p
obunachi olib kelgan videolaringizni toping. Diqqat bilan tinglang. Eng ko'p ko'rilgan videolarni emas, aynan obunachilar olib kelgan videolarni. E'tiboringizni eng yaxshi 10 ta videoga qarating. Aynan shu videolar odamlar qanday kontent ko'rishni xohlashini ko'rsatadi. Ular sizga qanday mavzular, sarlavhalar va prevyular auditoriyaga eng yaxshi ta'sir qilayotganligini ko'rsatib beradi. Ko'pchilik yosh youtuberlar bir marta muvaffaqiyatli video chiqaradi-yu, lekin uni davom ettirishni xohlashmaydi. Muvaffaqiyatli video qildingizmi, undan maksimum foydalaning. Ikkinchi, uchinchi qismlarni ham tayyorlang. O'xshash mavzuni yana yoritib chiqavering. Keyingi bosqich muntazam kontent yuklash. YouTube'da kontentni muntazam joylashtirish kanal rivoji uchun eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Qandaydir sabablarga ko'ra bir necha oylab video yuklamasligingiz mumkin, lekin aynan barqarorlik sizning kanalingizni yangi cho'qqilarga olib chiqadi. Agar siz allaqachon YouTube'da biroz mashhurlikka erishgan bo'lsangiz ham, lekin uzoq tanaffuslar qilsangiz va muntazam video yuklamasangiz, YouTube sizning videolaringizni rekomendatsiya qilmay qo'yishi mumkin. Chunki algoritm eng avvalo doimiy ravishda yangilanadigan kanallarni qo'llab-quvvatlaydi va ularni ko'proq odamlarga rekomendatsiya qiladi. Sifat va barqarorlik bir-biriga zid tushunchalar emas. Siz har doim sifatli video chiqarishingiz va buni muntazam qilish imkoniga egasiz.